Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana internetda pul ushlashni davom ettiramiz o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Video o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib borishimiz kerak. Shuning uchun saytga kiramiz. Bu yerdan registr degan tugmani ustiga bosasizlar, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Xo'p, birinchi joyiga email, login, parollarni kiritasizlar va mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bossanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytda biz qanday qilib pul ushlab boramiz o'rtoqlar. Mana bu yerda pastiga qarasanglar 4 ta bo'lim mavjud. Mana bu yerga qarasanglar o'rtoqlar 6 ta bo'lim mavjud. Pastdagi bo'limlardan boshlaymiz, ya'ni home bo'limi bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda ikkinchi bo'limni ustiga bosasizlar. Xo'p, saytda o'rtoqlar bizlar mana bu VIPlarni ochib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin bo'ladi. VIPning narxi 10 USD turar ekan va bizga har kuni 25% doxod topib kelar ekan. Bu degani o'rtoqlar $2.5 degani har kuni. Xo'p, bu yerda VIP 2 bor, VIP 2 ning narxi $30 turar ekan va bizga har kuni 28% doxod topib kelar ekan o'rtoqlar. Bu yerda VIP 3 bor, VIP 3 bizga har kuni 33% doxod topib kelar ekan. Xo'p, bu yerda VIP 4 bor, VIP 4 bizga har kuni 36% doxod olib kelar ekan o'rtoq. Qolganlari bilan o'zlaring tanishib olasizlar. Xo'p, teparoqqa chiqib bu yerdan start degan tugmani ustiga shunday bosasizlar, bizani kunlik foydamizni chiqarib beradi shunda. Hozir ko'rasizlar, biza har kuni o'rtoq $2.5 dan saytdan foyda olishimiz mumkin. Mana o'rtoq 2.5 USDT. Xo'p, X chani ustiga bosib qoldim. Xuddi shunaqa qilib VIPlarni ochib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin. Bu yerda o'rtoqlar invite friend degan tugma bor, ya'ni saytga o'zimizda do'stlarimiz ham taklif qilib bemalol saytda pul ushlab borsanglar bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda my app bo'limini ustiga bosib qoldirasizlar. Bu yerda o'rtoqlar sizlar o'zlaringning общий doxodlaringni, ya'ni parollaringni o'zgartirsanglar bo'ladi, xabarlarni o'qib tursanglar bo'ladi, ya'ni o'zini adminlariga, kanallariga obuna bo'lsanglar bo'ladi. Xo'p, va akkauntdan chiqib ketsanglar bo'ladi. Tepaga qarasanglar, telefoncha rasmi turibdi. Bemalol saytning o'zini programmasi ham bor, yuklab olsanglar bo'ladi va xabarlarni o'qisanglar bo'ladi va tilni o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlar bilan eng muhim joyi pul to'ldirish va pul chiqarishga kelsanglar. Uning uchun yana home bo'limiga qaytamiz. Xo'p, tepada mana bu yerda recharge turibdi, withdraw bo'limlari bor o'rtoqlar. Kelinglar birinchi pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun recharge degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Bizda o'rtoqlar 5 ta yo'nalish mavjud. Men hozir mana bu ikkinchi turgan VIP 20 USDT ni ustiga bosib qoldiraman. Xohlasam o'rtoqlar mana buni skaner qilib tashlashim mumkin, xohlasam mana bu adresga pul tashlashim mumkin. Ikkalasi ham bitta narsa o'rtoqlar, mana shu saytdagi o'zimning shaxsiy hamyonim hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, men masalan pul tashab bo'ldim. Tashab bo'lganimdan so'ng saytga qaytib, mana bu yerdagi recharge complete degan tugmani ustiga bosib qo'ysam, tashlagan pullarimni uzog'i saytga 3 minut ichida tushirib beradiki, men bemalol boyagi VIPlarni ochib, kunlik doxodlarni olib borishim mumkin bo'ladi. Men o'rtoqlar Payeer, Binance, Bitget xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsam bo'ladi. Juda ham oddiy. Endi pul chiqarishga kelsanglar, pul chiqarib olish uchun withdraw degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bizga hozir o'rtoqlar maxfiy parol qo'yilyapti. Ya'ni bu parol o'rtoqlar pul chiqayotgan paytda kerak bo'ladi. Men hozir parol kiritib olaman. Xo'p, o'rtoqlar, parol kiritib bo'ldim. Men tarixiga yoki VIP20 ga pul ichib olsam bo'lar ekan. Men hozir VIP20 ga ichib olaman. Tarixida hisoblaganda 9 tarixi bo'lar ekan, VIP20 da $2.5 ni o'zi bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summamizni kiritib o'tishimiz kerak. 2.5 deb yozamiz. Adres degan joyiga VIP20 adresimizni kiritishimiz kerak. Tak, Resford degan joyiga hozir saqlanib qolgan parolimizni kiritib o'tishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, men parollarni kiritib bo'ldim. Bu yerdan confirm degan tugmani ustiga bosib qo'yamiz. Xo'p, ozroq kutamiz. Mana o'rtoqlar, withdraw success, ya'ni bizning pullarimiz chiqib ketdi. Sayt uzog'i 2 minutda bizning pullarimizni 100% to'lab beradi. Xo'p, o'rtoqlar, men hamma cheklarni Telegram kanaliga yuklab qo'yaman. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va zakreplonli kommentariyada bo'ladi. YouTube kanalimizga ham o'rtoqlar obязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Anchadan beri video yuklamagandik. Video yuklashni boshladik o'rtoqlar. Davayt obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yamiz o'rtoqlar.
Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul chiqarishni tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda yoki video kommentariyasida bo'ladi. Bugungi video mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.